Tushda tish og'rishi. Tushda tish og'rishini ko'rish ko'pincha ichki xavotir, stress yoki yaqin insonlar bilan bog'liq muammolarni anglatadi. Tush ta'birlarida odatda oila a'zolari, qarindoshlar yoki insonning kuch-quvvati ramzi hisoblanadi. Agar tushda tishingiz qattiq og'rib turgan bo'lsa, bu hayotdagi biror muammo sizni ich-ichingizdan qiynayotganini bildirishi mumkin. Agar tushda tishingiz sanchib og'riyotgan bo'lsa, yaqin insondan ranjish yoki noxush xabar eshitish ishorasidir. Tushda ko'rilgan chirigan tishning og'rishi uzoqdan beri yig'ilib qolgan muammo yoki stressni anglatadi. Tush ko'ruvchi tushida doktorga tishini ko'rsatayotganini ko'rsa, muammoni hal qilishga urinish va yechim topishga ishoradir. Tush ko'ruvchi tushida tishidagi og'riqdan yig'lab yuborsa, ruhiy bosim kuchayayotganini anglatadi. Tish og'rib keyin tuzalishi qiyinchiliklardan keyingi yengillik kelish haqida xabar beradi. Islomiy tush ta'birlarida esa tish og'rig'i ba'zan qarindoshlar orasidagi kelishmovchilik yoki moliyaviy tashvishlarga ham ishora qiladi. Tush ta'birlari bashorat emas, barcha narsani bilguvchi zot yagona Allohdir.